Assalomu alaykum hurmatli tumandoshlar, aziz olotiklar. Bugun 1-iyun xalqaro bolalar kuni. Bugun tumanimizda katta bayram. Hozir hammaning kayfiyati juda ham a'lo darajada. Biz ham hozir xalqimizdan chiroyli intervyu olish uchun ko'chaga chiqqanmiz. Xudo xolasa Olot tumani xalqidan 12-22 haqidagi fikrlarni, ularning takliflarini eshitib, birgalikda intervyu olamiz. Jaydarchasiga. Marhamat, bizni kuzatishda davom eting. Ketdik. Olyapsan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zing ham yaxshi bo'lsang. Rahmat. Qarang, hozir Olot tuman xalqidan 12-22 ni eshitganmisiz? Humo taksini? Ha, eshitgansiz, foydalangansiz. Ha, foydalanganman. Iloji bo'lsa shu 12-22 Humo taksi haqida qisqacha fikringiz. Men bu narsani oldindan ham aytganman, yana bir marta aytaman. 12-22 taksi chiqqandan buyon bizning ancha qiyinchiliklarimiz yengillashib qoldi. Men 10.56 ga ham urmayman, faqat 12-22 ga uraman. Aylanay sizdan. 12-22 dan foydalanaman. Ana shu 12-22 dan tushayotgan ayrim bir foizlarni sizlarning ko'rsatayotgan xizmatlaringizni ko'rib ham xursand bo'laman. Ilohim mana shu 12-22 tashkilotchilarga, rahbarlariga, sizlarga kattakon rahmat aytaman. Hamisha tanijonlaringiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda xizmat etishlikni nasib aylasin. Biron bir taklifingiz bormi 12-22 ga? Hozircha taklifim yo'q. Rahmat. Salomat. Demak, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Xalqimiz rozi 12-22. Rozi. Aylanaysizlar. Rahmat. Boringizga shukur. Salomat bo'ling. Xo'p. Xullas, xalqimiz rozi ekan. Ya, endi yana hali intervyu olamiz, xudo xolasa. Intervyumiz uzoq bo'ladi, shuning uchun bemalol oldingizga simichkalarni olib, chipslarni olib, kolachalarni olib, chaqib, ko'rib, bemalol ichib, mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi, chunki videomiz uzoq bo'ladi. Shunday. Pak. Oldingmi? Muzika tugab qoldi-da. Aylanasan? Aylan. Yaxshilab aylan. Xo'p, intervyumiz davom etadi. Xudo xolasa boya aytib o'tganimizdek, Olot tumani xalqidan 12-22 haqida fikrlarni 12-22 haqida fikrlarni eshitamiz, takliflari bo'lsa takliflarni eshitamiz. Chakadamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayramlar muborak bo'lsin aka. Rahmat o'zingizga ham. Qani sog'mi? 12-22 ni bilasizmi aka? 12-22 ha bilamiz. Foydalanasizmi aka? Foydalanib turamiz. Qanday aka? Bir so'z bilan isbotlab, bir so'z bilan ta'riflab bera olasizmi 12-22? 12-22 shu bitta telefonda o'sha sirasi kelib mushkulingizni hal etadi, oson hal etadi-da. Gap yo'q aka, rahmat. Yaqiningizni, uzog'ingizni yaqin qiladi. Rahmat aka. Biron bir fikringizmi, nimadir o'zgartirsizlarmi? Biron bir taklifingiz bormi 12-22 ga? 12-22 ga taklifimiz yo'q. Shu hozir yaxshi ketaveradi, shu ketishda, shu tutumda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Rahmat aka. Qani joningiz sog' bo'lsin. Bayramlar yaxshi o'tkazing. Salomat bo'ling, xo'p. Yomon emas, xalqimizning fikri bu bo'ladi degan joygalar chiqib ketdi-ku, bu bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Kunga topar ekan kamol. Ne baxt, toza hayot bog'ingda o'ssa go'zal, bebaho nihol. Bor ekan qayg'u va hasrat, hayotingga begona ekan. Qani ayting, farzanddan qimmat bu dunyoda nima bor ekan? Ko'z yosh nima? Sen bilma zinhor, senga porloq tilayman iqbol. Bu dunyoda ne yaxshiki bor, senga bo'lsin. Senga ko'zim ol, butun dunyoning yaxshiligi shularda bo'lsin. Assalomu alaykum. Aziz ota-onalar, bobo, buvilari, hammamiz uchun aziz va qadrli bo'lgan farzandlarimiz, qizlarimiz, o'g'illarimiz. Haqiqatan mana shu so'zlari Zulfiya har bir onaning ichidan chiqadigan tilaklari yozganlar. Bundan 84 yil avval. Inson bor ekan, hayot bor ekan, davom etar ekan. Bu farzand ko'radi, ota-onasi bo'ladi. Har bir ota-onaning mana shunday shirin-shirin o'zining farzandiga tilaklar biladi. Xuddi shunday davlatimiz ham farzandlarimizning ta'lim tarbiyasi, ularning san'at, madaniyat, sport, barcha sohalarda, IT, zamonaviy sohalarda yutuqlarga erishish uchun barcha sharoitlarni yaratib, davlat siyosati darajasiga ko'tardi. Ayniqsa mana yaqindagina prezident farmoyishi chiqdi.
Undan oldin prezident qaror farmonlari chiqdi. Farzandlarimiz bolalar ichida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish bo'yicha har yilda 10 ta yangi adabiy kitob o'qish bo'yicha. Va mana kechagina yana bitta farmoyish chiqdi. Ana shu o'qigan kitobxonlari ikkita birinchi o'rinda ikkita kishiga 50 ming dollar, ikkinchi o'rinda 2 kishiga 30 ming dollar, uchinchi o'rinda 2 kishiga 15 ming dollar berishi. Mana bizning tumanimizda ham mana shunday yigit qizlarimiz yetishib chiqyapti. Xalqaro nufuzli madaniyat sohasida, ta'lim sohasida, sport sohasida mana shu yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib katta nufuzli o'rinni olayotgan farzandlarimiz bor. Assalomu alaykum. Bugungi bolajonlar bayrami bilan tabriklaymiz. Olot tumanidagi mana shu bolajonlar bayrami qanaqa bo'lyapti? Taassurotlar. Assalomu alaykum. Hammani bayram bilan tabriklaymiz. Aha. Taassurot zo'r. Zo'rmi? Soskan olinglar zo'r deng. Ha, молодец, vay. Charchamanglar, rahmat. Sog' bo'ling. Gapirasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun rahmat. Bayramga keldingizmi? Assalom. Assalom akaga. Qo'qoningiz bilan assalom. Yaxshimisiz? Bayram qanaqa bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti? Yoqyaptimi? Yaxshi, rahmat. Farzandlar bilan ketib chiqdingizmi? Yo'q, bor. Ha, yurtdoshlarimiz sizni ko'radi. Xudo xolasa YouTube'ga qo'yiladi bu. Agar bugungi tabrik bo'lsa, bayram bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz, bemalol yurtdoshlarimiz. Hammalaringizni tabriklayman. Baxtimizga hammalar sog'-omon bo'linglar. Yanagi bayramlarda ko'rishaylik. Ilohim, rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi kayfiyat sizlarga. Rahmat va kuzatishda davom etinglar. Zo'r bo'lyapti bayram. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasdan. Bugun bayram, bolajonlarimiz bayrami. Nimadan keldingiz hozir bayramga? Shu bolajonlar bir xudo tashrif bo'lish uchun Piyoda keldingizmi, taksi bilan keldingizmi? Peshkom keldingizmi? Ha, bo'lmasa bugungi bayram bilan yurtdoshlarimizni tabriklab qo'ying. hamma bolajonlarni tabriklayman bayram bilan. Doim qo'shadilar, to'lib yursinlar, doim shoh-shodon bo'lib yursinlar. Hech qachon farzandlarimiz ko'zda yosh oqmasin. Rahmat. Qarang, tumanimizda 12-22 bor taksi park bilasizmi? Men bilaman. Foydalanasizmi? Foydalanaman. Bir so'z bilan ta'riflaganda nima degan bo'lardingiz? 12 bilan zo'r yo'q. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Charchamang. Kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan, yaxshi yuribsizlarmi? Bugun bayram yurtimizda, bolajonlar bayrami. Mana YouTube'da kuzatuvchilar butun yurtimiz kuzatadi. Va tabrigingiz bo'lsa, marhamat. Qarang, shunaqa ham kaset bo'ladimi? Siz shu kishi qildimi shuni? Yo'q. Nima? Aytingchi. Yozmang aytaman. Yo'q, hammasi tabiiy ish-tiladi, bu bilinadi. Nimasi yoqmadi sizga? Ular to'rt burchak bo'lib chiroyli bo'lib o'tirgan edi-da davra. Xo'p. Ha, menga yaqin keling deb mikrofonning tagiga chaqirdi. Kim o'ynaydi yoqda, kim o'tiradi? Zerikkanimizdan ketyapmiz. Yo'q, mana boshlandi konsert. Hozir boshlanadi. Siz nima bo'lsa Kattalashtiramiz. Yo, fikringiz bu zo'r. Gapiraman. Men Gapiring, siz gapiring. Nima yoqmadi opamlarga? Ayting, nima yoqmadi? Hammasi normal, yaxshi. Aha. Mana bizning holatimiz Xudoga shukr, mana yaxshi, chiroyli shaharga aylandi. Mana hokimiyatimizga Nargiza Isomidonovaga katta minnatdorchilik bildiraman. Mana shunday baxtli zamonda bizning holatimizni ko'rkam etib, shunday yaxshi etib, go'zal etib, odamlarimiz mana shunday konsert dasturlarini etib berganlari uchun xalqimizga katta minnatdorchilik bildiraman. Rahmat kattakon. Katta shaharlarda kichkina ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Opamlarga nimadir yoqmagan bo'lishi mumkin. Endi biz uzr so'raymiz. Endi konsert, bolalar ko'p, balki tiqilinch bo'lib qolgandir. Endi vaziyat shunaqa bo'lib qolgandir. Endi kamchiliksiz hech narsa bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Rahmat. Lekin shunisiga ham Allohga shukr. Eng asosiysi yurtimiz tinch, yurtimiz tinch bo'lsin. Butun dunyoda o'zi qanaqa bo'layotganini o'zingiz bilasiz. Mana Shu. tinchlikni o'ziga hech nima teng kelmaydi-ku. Shu. Tinchlik bo'lsin, hammasiga noshukrlik etmaylik. Mayli kamchiliklari bo'lsa ham Albatta. uzr nima aytib ketsinlar. Sog' bo'ling. Sizlar ham bayram kayfiyatida yaxshi o'tkazinglar bugun. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Xo'p. Bugun bayram yurtimizda.
Olotda ham zo'r bayram bo'lyapti. Mana shu bayram munosabati bilan yurtdoshlarimizni tabriklasangiz. Bugungi bayram bilan hammalarini bolajonlarni tabriklayman. Sog' salomat bo'lishsin. Mana shu bayramlardan mingtalab ko'plarni ko'rsinlar. Bu bolajonlar kelajagi uzoq. Mana shu yillar davom etadigan mana bu yangi O'zbekistonni qurishda qatnashsinlar. Bularga bosh bo'lsinlar. Mana shunday o'qimishli bolajonlarimiz ko'paysin. Rahmat. Sizlar ham uzoq umr ko'ringlar. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat onajon, o'zingiz ham. Rahmat. Olot tumanida 1222 taksi park bor, bilasizlar? Taksi xizmati bor. Ha. Mana shu 1222 bir so'z bilan aytganda nima deb ta'riflagan bo'lardingiz? Kompaniyani o'zini 1222 ni bir so'z bilan nima deb ta'riflagan bo'lardingiz? Buni nima desam endi Bitta so'z bilan. tez yordam deymanmi, nima deyman? Mana shu gapingiz to'g'ri. Tez yordam deyman. Tez yordam, ha? Tez yordam deyman. Rahmat, sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Siz ham bu bayramlarni ko'pini ko'ring, nabiralar, chabiralar bilan birgalikda. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Bugungi bolajonlarni bayram juda ham chiroyli bo'lyapti. Tumanimizda, ayniqsa Olot tumanida juda ham zo'r bo'lyapti. Tumanimiz hokimi shaxsan o'zlari kelib yurtdoshlarimizni tabrikladilar. Barchaga bugungi bayram munosabati yana bir bor muborak bo'lsin deymiz va kuzatishda davom etinglar. Yo'q, yoqdi ekan. Ya bu ham yoqdi bo'ldi, kel bundan. Rahmatga, charchama. Aziz yurtdoshlar, bugungi bolajonlarimiz bayrami barcha yurtimizdagi bolajonlarimizga muborak bo'lsin. Bizni kuzatishda davom eting va albatta 1222 Instagram platformasidan va Humo 1222 YouTube kanallarida bizni kuzatishingiz mumkin. Hammaga bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, marhamat.